Alloh xayrli qilsin deb, xudo xolasa betonni ham boshlab berdik. Hozir bobo, hozir shashilmay tur. Suv aytildi, suv qo'shildi. Aytildi. Shunday gaplar. Esin sen ham keltirib qo'yishdi, xudo xolasa. Bir boshdan video olib ketaylik, ha? Şeriga qana desam aytdi ekan, o'ni. Chanqab ketibdi. Nishonga chanqab ketibdi. Ha, bobotay. Oting nima edi seni? Pompada turadigan. Aylanib keldi bu yoqqa. Как ты, брат-то? Нормально? Добро, dedi. Kalaka jo'nating endi bitonni. Quying. Azimjon, nima gap Azimjon? TikTok'da bir munchadan chiqasizda, YouTube kanalida. Assalomu alaykum. Kim edi? Muslimbek qalay bo'lyapti? Sizni hamma Adrian deyapti-yu. Adrian bo'lib ketdi. Adrian bo'lib ketdi. Nima deyapti o'qonlar? Ana Oybekjon boshdachi bobo. Yashasın. Endi hammasi ukalarimda kichkina men, o'shaning uchun erkalatdi bobo deydi. Lekin bu boboy. U yoshi katta. Boboy emas, yoshi ulug'. Ana xudo xolasa, mashina jeri qo'yilib, mashina jeri qoldi. Bir lesensani xabar olib qo'yaylik. Ammo TVda shabada zo'r. TVda shabada zo'r. Lesensani ham ana xudo xolasa jip-jilma qilib qo'yishdi-da. Jip-jilma. Hozir beton qo'yishini ko'raylik, qanaqa qilib qo'yadi ekan. Bo'lamayam oson emas. Arnold Schwarzenegger. Bu filmi Arnold Schwarzenegger. Arnold bu ketsin, Arnold. Katta narsani kichkina o'zing bo'lib ko'tarib olib. Chumoli bo'lib, qumursdan bo'lib. Arnold bu kettirib bola, yana bitta ko'raylik. Hammasini o'zi kranda olish kerak o'zi negizi. Kranni kutib o'tiraman dedi. Kattaga kirib
Yaqa dedi. Mana senga dedi. Ay yaşa. Bu mening do'stim bu. Andijondan 87. Yaşa bobo. Seni ko'rib yoshlar motivatsiyasi. Ama belingga ehtiyot qilaman. Ha, Shekov akani ham olib qo'ying ha. Xullas tozalov. Bu tomonda ham tayyorlash kerak. Mana bu qurayotgan uyimiz yaqinlashib qoldi, bir ikki tash qoldi xolos. Bu tarafini tayyorlab bersak, buzib, kovlab tamalini chiqarib qo'yib tashladi. To'matda sarvar bor edi, qayerda qoldi ekan? Sarvar! Avon, chanqab ketdi. Hali. Ya bir videoga olib qo'y dedim-da. Betonni quyilishini ham bir video qilib qo'yadi. Ana shu bolalar. Молодцы, молодцы, yigitni guldirib.